Assalomu alaykum. Hurmatli подписчиклар. Bugun 7-maktabda yana bir maktab выпускnilar to'planishibdi. Bular assalomu alaykum. Xush kelibsizlar 7-maktabga. Mana bu menimcha bitta sinfda 3dan 1 qismi kelib qolishadimi yana? Ha, kelishadi, shu yerga to'planyapsizlar. Hozir endi 25 ta qolganmiz. 25 ta odam. Bundan endi pastelida boshqada yotganlar 5-6 tasi. Endi qolganlar xudo xolasa keladi deb umid qilib turibmiz. Mana yig'ilishyapmiz, endi xudo xolasa 9-10 ga aytilgan, 10 gacha yig'ilib bo'ladi. Nechinchi yil bitirgansizlar maktabni? 67-yil. 67-yil. Bu yil necha yil bo'ladi? 58 yil bo'ldi. O'tgan yili yana bir to'plangansizlar, ha? Erkin akanikida. Har yili to'planadi. Bultur ham ha, ancha edilaringda. Unda Muhammadjon aka ham bor edi. Menimcha, bir mehmonga chaqirilgan, ha? Bugun Banlisadan reanimatsiyada yotibdi. Bugun chiqadi. Chiqadi endi. Hozir ko'ramiz. Biroq endi shu qani sizlardan ham nima qilaylik? O'zlaring taassurotlaringni. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli sinfdoshlar, hurmatli maktab ma'muriyati. Mana yaxshilik mana shu Alloh ko'z nasib, diydor nasib qilgan ekan. Mana ko'rishib turibmiz. Allohga beadad shukr. Barchalarimizga ham Allohim ishqilib yaxshilik kunlarda diydorlashib turishni nasib etsin. Mana maktabni bitirganimizga 58 yil bo'libdi. Xudo xolasa 60 yilligida ham, 70 yilligida ham mana shunday uchrashib turaylik iloyim. Buni endi juda yaxshi tashkil qilgan mana shu bizlarga organizatorlar Jo'raqul bilan Erkin, ularga iloyim kuch-quvvat bersin, umrlari uzoq bo'lsin. Mana shu bizlarning baxtimizga hamma narsani tashkillashtirib, diydorni uyushtirib, mana shunday yaxshilik savob ishlarni amalga oshiribdi. Alloh ajr savobini bersin. Barchalarimizga ham mana shu bolalarimizning orzu havasini ko'rib, sog' salomat mana diydorlashib turish nasib etsin. Mana shu sinfdosh qizlarimizga ham uzoq umr, sihat salomatlik, va yigitlarimizga ham endi kerak ekan. Alloh bitta o'layapti. Yo'q, nima degan? Yaxshisiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aynan qilib salomat. Assalomu alaykum. Yaxshisizlar. Bolalar yaxshi. Yaxshi keldilaringizmi? Rahmat. Erkin qani jo'raqul? U hozir mayda chuyda qiluvdik, nariyoqqa olib ketdi, hozir keladi. Yo'q, tashlab kelgan, u bu narsa tayyorlash kerak boshqa. Shuni olib ketdi, masalliqlar. Ozgina mana shu maktab haqida gapirib beringlar. Sizlar birinchi kelganlaringda bu maktab bu yerda joylashmagan edi. Ha? Men aytay. Ha. Bizdan boshqalar ayting bo'ladimi shunday? Ha, Jo'raqul aka. Bu yerda biz kelganimizda mana bu yerda maktab bor edi. Mana shundan mana bu arsha qolgan esdalikka. Shu arsha o'rtada edi, atrofi maktab edi. Da, Eshonboy shunday edi. Mana maktablar buzilib, mana undan keyin mana shu rahmatli Mirazim aka mana shu maktabni qurib, bitirib, mana direktorimiz davom ettirib kelyapti. Shu yerda mana ishtirok etyapti hozir ham. Shu yerda biz o'qiganmiz. Bu yerda 6-sinfda kelganmiz bu yerga, adashmasam. Ha? Qabristonni oldida 1-2-sinfda men hali Qabristonni oldidan qabristonni oldida 31-maktab. 31-maktab bitta qabristonni oldida. O'sha yerda o'qiganmiz birinchi, bu yerga bu yerda 4 yil o'qidik. Men bor necha yil o'qidik, shu atrofda o'qidik. Bu zdanelarda biz o'qimaganmiz. Mana eski maktabda u xomg'ishdan qilgan edi, keyin buzilib, mana shu zdanelar, mana shu imoratlar bo'ldi undan keyin. Mirazim aka boshchiligida bo'lgan buni hammasi. Mana hozir remont bo'layapti, ta'mirlayapti. Hozir hamma buyoqlarni hamma yog'ini ta'mirlayapti-da, boshqatdan remont qilyapti. Ha, bu yil bu maktab katta davlat dasturiga kirgan. 5 milliard so'm pul ajratilgan. Juda katta ish bo'lyapti. Katta ish bo'lyapti. Ha, Xudo xohlasa yangi o'quv yiligacha
bitkizib qo'ysak kerak, Xudo xohlasa. O'qimagan Nasib. joylardan Ha. nevaralar, nevara, chevara, jiyanlar o'qiydi. o'qiydi-da shu. Qani chiroyli qizlar gapirsin endi. Qayerliklar, qayerdasizlar hozir? O'tirib gapiravering. Mana shu yerda 10 yil ta'lim olganman shu maktabda. Oldiniga boyagi aytgan joyda 4 yil, undan keyin shu maktabda. Shu maktabni bitirgan hamma jamoat ishida aktiv qatnashardik. Mana shu qizlar hammamiz sho'x bir boshqacha paytlarimiz o'tlardi hamma o'quvchilarimiz. Bu yerni bitirgandan keyin men Jizzax pedagogika bilim yurtiga o'qishga bordim. Shu o yerda 3 yil o'qidim. 3 yil o'qigandan keyin o'zimizga qaytib keldim shu yerda. Tuzi nasibam meni ota onam yurtiga tavsiya etgan ekan. Men so'ng Jizzax viloyati Forish tumaniga turmushga chiqib ketdim. Bu yerda ham ish faoliyatimni 41 yil davom ettirdim. Men 41 yil o'sha yerda maktabda ishladim, o'qituvchi bo'lib boshlanish sinfda. Xudoga shukr, ustozlarim bergan ta'limi tufayli xalq ta'lim olachisi unvoniga sazovorman. Yashang. Deputat bo'ldim. Ha. Xotin-qizlar qo'mitasini raisasi bo'ldim. Mahallada ham jamoatchi, oila onaman. Faol. Mana faol. Mana hozir 75 ga kirdim. Ha. Hamisha maktab jamoasiga, ishchilariga sog'liq tilayman. Hammasini tashkiliy ishlarda bundan keyin ham butun respublikaga maktabni ishini ko'rsatishini tilayman. Hamisha sog' omon bo'lsin jamoamiz, maktabimizni ishchi xodimlar. Rahmat. Quvvat bersin, sog' bo'lsin. Hayitlari bilan hamma ustozlarni, qarindoshlarni tabriklayman. Rahmat sizlarga. Ustozlar haqida ham bir og'iz gapiringlar. Kimlar bo'lgan ustozlar? Ayting, Norbu. Zarqulla akam bor edi, qanday zo'r. O'zingizni tanishtiring oyi qani. Men ham shu maktabda o'qiganman, Ikromova Norbuviman. Bu yerda juda ko'p ustozlarimiz ta'lim berdi. Ustozlarimizdan matematika o'qituvchisi Zarqulla Umarovich, til adabiyot o'qituvchisi A sinfni rahbari edi Aliqulla aka Ubaydullayev. Rus tili o'qituvchilarimiz, nemis tilidan dars bergan o'qituvchimiz Feruza Abdusattarovna. Ular juda yaxshi ta'lim berdi. Shu boshqa yana Quramat aka Kildiyev bor edi, Mirazim aka, Umar aka ximiya, biologiya fanidan dars berardi. Fizkulturadan dars bergan o'qituvchilarimiz hozir o'qituvchimiz ismi esimdan chiqdi. Juda ham yaxshi qiziqtirardi o'quvchilarni. Shu jumladan men fizkulturaga juda ham qatnashar edim. Tennis, lyoqqa atletika, basketbol, shunaqa nimalarda, yadro otishlarda, rayonlarda qatnashib, sovrinlar, o'rinlarni olib, maktabni nomini sharaflaganman. Ana hozirgi kunda 73-yilgacha maktab sistemasida ishladim. Oilaviy sharoitim taqozosi bilan talab qilgandan keyin kasbimni o'zgartirib meditsina klinikumida yana boshqatdan 2 ta farzand bilan birga o'qib, hozirgi kunda xalqimizning sog'ligini saqlashda yordam berib, mana 2011-yildan beri pensiyada uyda dam olyapmiz. Pensiyadan keyin ham 11 yil xalqning xizmatida bo'ldik. Alloh hammamizga sog'lik, salomatlik bersin. Kelayotgan hayitlarimiz muborak bo'lib kelsin, yaxshi kelsin. Qurbon hayitlarimiz yanagi mana shu maktabning yangi hovlilarida hammamiz qaytadan uchrashishlikni Allohim nasib qilsin. Rahmat. Sizlarga kuch-quvvat, mana bu direktorimizga kuch-quvvat, yosh hali u kishi ancha tashkiliy narsalarni tashkillashtirib qo'yadi. Mirazim akamning nimalari, o'rinbosarlari. Tilagimiz faqat yaxshi niyat, xursandchilik, xonadonda tinchlik, osoyishtalik bo'lsin. Shu yanagi uchrashuvgacha hozircha xo'p, xayr deb turamiz. Sog' bo'laylik. Qayerdan keldinglar?
Jizzaxdan keldim, bu yoq Forishdan keldim. Forishdan. Forishdanmi? Singlim, Duganam shu Sirdaryoda turadi. Axin Babayevdan. Oxun Boboyevda ota. Samarqanddan keldim. Ha, Samarqand qaysi rayonida? Rahmat. Mana shu o'quvchilarimizni to'g'risida bir eslatib aytmoqchiman. Barchalarini ham Alloh rahmat qilsin. Juda yaxshi bizlarga mehribon o'qituvchilarida mana Ubaydulla Aliqulov, Zarfulla Umarov, Hurmat aka, ular hammasi yana Mirazim aka, ular hammasi bizlarga juda a'lo sifatli dars o'tgan, tushunarli qilib, ularni hammasi tarbiya bergan. Xudoga shukur, hammamiz ham kam bo'lganimiz yo'q. Barchalari o'tib ketdi, Alloh rahmat qilsin. Yaxshi ishlaymiz. O'tgan sinfdoshlarimiz bor, ular ham Alloh rahmat qilgan bo'lsin, ish qilib qolganlarga umr bersin. Mana shu maktab ma'muriyatiga katta rahmat. Iloyim mana shular ham bizlarga o'xshab yoshlarga yetib, qarib, nevaralarning ardog'ida bo'lib yurishni sizlarga ham Alloh nasib etsin. Rahmat. Rahmat. Ota, qayerdan keldingiz? Men shu sohilda turaman. Ha? Bu yerda 8-sinfdan to 10-sinf 10gacha o'qib bitirgandan keyin xizmatga ketdim. Turkmanistonga chegarada bo'lganman. Shundan beri mana hamma nimaga qatnashib kelyapti. Kanda qilmaymiz. Aytgandan kelamiz. Hamma shu ustozlarimizga rahmat bizga yaxshi tarbiya berganiga. Mana birov o'qituvchi bo'ldi, birov mexanizator bo'ldi. Men o'zim chorva bo'yicha 40 yoshga chiqqanda Qo'qonga borib o'qib keldim mexanizatsiyani. Elektrlashtirish. Shundan shu u davlatning har xil ishlarida ishlab keldim. Endi hammani bola chaqasi omon eson bo'lsin, nabiralarimiz omon eson bo'lsin. Mana bizning nabiralar bu yerda o'qimasa boshqa yerda ham o'qiyapti. Hammalariga rahmat. Doim shunday yaxshi kunlarda uchrashib turaylik. Rahmat ota. Qani jim turibsiz? Qayerdan keldingiz? 30 yilda turganmiz. Ha. 30 yilda turib 8 bitirib 9-11da maktabda o'qidik. Muhammad Burxon bizning sinf rahbar bo'lgan. Ana shu o'qib shu yerda g'oyaga yetib, Toshkentda o'qib, Muhammad aka bilan birga maktabda birga ishlashdik. Shuni bari sabab 9-9 ko'chib ketdik. Navruz aka mashina olib keladi. 9-9 ko'chib ketdik. Yaxshi odam edi Navruz aka. Ana shu yashab yotibdi shu yoqda. Bartavoy mashina olib keladi. Rahmat ta'lim bergan ustozlarimizga ming marta ta'zim aytamiz. O'tganlar joylari jannatda. Bizni shunchalik boyaga yetkazib, mana oyog'imizni tik turganimizga Xudoga shukr deymiz. Ko'zimiz ko'ryapti, oyog'imiz bilan yuribmiz. Ana shunga shukr qilamiz. Rahmat. Eng ko'zga ko'ringan maktab. Faxrlanamiz bu maktab bilan. Qani ota. Это вы так это стоите? Mehmonmi? Qancha Kishiga katta tashakkurnoma bildirishimiz kerak. Kuyovlarni ichida, pochalarni ichida tillosi. Kimni eri olib yuradi? Xudo baxtlaringga ko'z tegmasin. Qariganda shunday bo'linglar deb duganamga haligi qilaman. Mayli mana bitta istaklarini bildirsin bizlarga nisbatan, duganamga nisbatan istaklarini bildirsinlar. Pocha. Rahmat aka. Bitta gapim bor endi. Men duganamni haqiqatan sevgan ekansizligingizni bildim. Yana ham dalshi davom etadimi yo'qmi? 58 yillik ekan. Albatta shu maktabda maktab direktori Mirzam aka bilan ko'p yil birga ishlaganman men. Yaxshi taniyman. Mana shu turmush o'rtog'im shu maktabni bitirgan. Yaxshi tarbiya ko'rgan, mana o'zimning qo'limda 41 yil ishladi bu aytganday. Mana hozir sog'imiz masalan hammamiz hozir nafaqadaman men bu aytganday. Da 75-yilgacha 23-yilgacha ishladim.
bunday aytganda. O'zim sog'lam yo'qotgandan keyin Tinchmi? Yasaroman. Sog' salomat. Assalomu alaykum. Yaxshimiz Hoji bova. Gapiring, pochcha. Hajlaringiz muborak bo'lsin. Ilohim hammani yetkasin. Gapiryapti bir. Mana davramizga Erkin aka Natov qo'shildilar. Erkin aka juda yaxshi bu yoqda tilaklar bildirildi. Siz ham bir og'iz gapirib boring endi. Shuni gapiraveraymi? Ashura eshitaylik Erkinning gapini. Muborak Qurban hayitini arafasida har yilgi odatimizga ko'ra endigina maktabni tamomlaganimizga, mana shu muborak dargohni tamomlaganimizga 58 yil bo'lganligini nishonlash uchun sobiq sinfdoshlar har yili 4-iyunda shu qutlug' dargohda to'planamiz va bir-birlarimizni hayotimizda bo'layotgan o'zgarishlarni, so'nggi yangiliklarni bilib, o'shalarni yaxshi tomonlaridan xursand bo'lamiz. Farzandlari hayotida bo'layotgan o'zgarishlarni bilamiz. O'zimizni hayotimizda bo'layotgan o'zgarishlarni bilamiz. Ana shuning uchun shu uchrashuvlar biz uchun juda qadrli. Mana o'zlari aytayapti, 4-iyun qachon kelar ekan deb kutib o'tiramiz deydilar. Mana shuning uchun mana shu markazda ilgari Pravda degan jamoa xo'jaligi bo'lsa, hozirgi Ulug'bek jamoa xo'jaligi, ya'ni mahalla fuqarolar yig'ini hududida hozir mana shu Jo'raqul Qosimov bilan ikkalamizgina qolganmiz o'sha sinfdoshlardan. Shuning uchun bu uzoqdagilar yetib kelgunlaricha biz o'sha boyagi o'tirishning tashvishlarini, dasturlarini tuzib chiqamiz va o'sha dastur asosida davom ettirib, o'yin kulgini davom ettiramiz. Sog'misizlar? Rahmat. Endi so'zni maktab direktori Alisher Raufovichga beramiz. Bir necha yillar Mirazim akani yaxshi nimalarini davom etib kelayotgan hozirgi yosh tashabbuskor direktorimiz Alisher Raufovichga so'z beraylik. Yana bir bor assalomu alaykum. Bizda nima deydi? Sizlar kelganlaringizda biz shunchalar xursand bo'lamizki, bu maktabni tarixi, bu maktabni o'ziga yarasha yutuqlari, uning erishgan bir natijalari bir tilga olinadi-da. Men kelib faoliyatimni boshlagandan beri mana 3 marta biz uchrashdik. To'g'rimi? 3 marta uchrashdik. Mana shu nima deydi? Uzoq yillar davomidagi sizlarni bir uchrashuvlaringiz bu yerda nafaqat bizga, kerak bo'lsa mana shu yoshlarga ham juda katta ta'sir qilyapti. Juda katta ijobiy ta'sir qilyapti. Agar eslaringizda bo'lsa, birinchi safar biz uchrashganimizda shu yerda bir yoshlar bilan, ya'ni bitiruvchilar bilan biz vinetkaga tushgan edik. Mana shu vinetkamiz haligacha saqlanadi. Biz har safar mana shu nimamizga kirganda, shuni ko'rganda eslayman. U payt 55 yil bo'ldi sizlarni bitirganlaringiz. Mana shu yerda hammamiz birga tushuvdik, to'g'rimi? Bular hammasi esdalik bo'lib qolyapti. Men aytmoqchimanki, bugun mana prezidentimiz, muhtaram davlat rahbarimiz ijtimoiy soha obyektlarini yana tubdan bir isloh qilish, ya'ni yaqinda o'zlari ham mana shu meditsiniy turizmlar, ya'ni ta'lim sohasidagi islohotlar yuzasidan olib borilayotgan ishlar. Mana shularni bitta natijasi mana ko'rib turibsizlar, maktabimizda bo'layotgan qurilish ishlari. Bu qurilish ishi butun tubdan, ya'ni o'zgaradi, kompleks. Ya'ni mana shu yerda mana bu korpusimiz ham, nariy korpusimiz ham, mana bu korpusimizda ham ish faoliyatini boshlashdi. Bu yerda sport nimamiz, o'quvchilarimiz uchun ovqatlanish, ya'ni oshxonasi, binolari va ya'ni o'yin maydoni, ya'ni futbol, ya'ni stadionimiz ham to'liq ta'mirdan chiqadi. Ya'ni zamonaviy maktabga aylanadi. Mana shu uchun biz kecha kunduz mana hozir rahmat aytib qolaman
shu yuqori tashkilot nimalariga, muhtaram prezidentimizgaki, bugun mana shu yoshlarga berilayotgan sharoitlar, imkoniyatlar ertaga albatta o'z natijasini ko'rsatadi. Men sizlarni bu maktabga kelishlaringiz uchun biz butun mana shu men rahbar bo'lsam jamoamiz bilan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz, xursandmiz. Har doim mana shu darvoza sizlar uchun ochiq. Kelib mana shu yerda o'tirib, sinfdoshlar bir nima deydi, o'zlaringizni bir chiroyli bir fikr mulohazalaringizni yuritib, yoshlarga bir yaxshi ibratli bir saboqlarni berib, qolaversa bu duolar qilib, biz mana shu o'sib kelayotgan yoshlarga bir kelajakda yaxshi yutuqlarga erishishimiz uchun bir o'z maslahatlaringizni bersalaringiz xursand bo'lamiz. Faqat so'nggi qo'ng'iroqdan keyin yoz payt men doim aytaman, biz mana shu o'qish davrida ham kutamiz. O'qish davrida ham kelib ozginagina vaqtlarni ajratib, o'quvchilarimizni shu olayotgan bilimlari bilan ozgina bo'lsa ham o'rtoqlashsalaringiz, ularga ham juda katta motivatsiya bo'ladi, juda ham katta bir natija qilib bergan bo'lasizlar. Rahmat so'z berganlaringiz uchun hammalaringizga xursandmiz. Sizga ham rahmat Alisherjon. Istaklaringiz uchun. Shu kompleks remontlar juda yaxshi o'tsin. Yangi o'quv yilini yaxshi binolarda, zamonaviy binolarda yoshlar bilan boshlanglar, davom ettiringlar. Biz 60 yilliklarda ham kelaveraylik, 70 yilliklarda ham kelaveraylik. Allohu amin. Jizzaxdan ham mehmonlar kelib qopti. Qani oyi, chiroyli oyi, gapiring. Voy, nima deyman, to'lqinlanib ketyapman. Mana shu o'qib o'tgan maktablarim, yoshlik, gulgun davrlarim o'tgan joylarni ko'rib to'lqinlanib ketyapman Alisherjon, to'g'risi. Biz mana shunday maktablarda o'qidik, ilm oldik, tarbiya oldik. O'qitgan ustozlarimizga mingdan ming katta rahmat. Biz ularni har doim eslaymiz, qadrlaymiz. Mana o'tib ketganlarning ruhlari shod bo'lsin, qolganlariga umr bersin, sabr bersin. Bola chaqalariga, nevara, chevaralariga bosh-qosh bo'lib, hammamizni duogo'y bo'lib o'tirishlikni nasibi ro'z aylasin. Alisherjon, mana buyuk ishlarni boshlabsiz. Men ko'rib juda xursand bo'ldim. Allohim mana shu ishlarni mukammal bitirib, chiroyli mana shu yurtimizga yosh avlodga qoldiradigan bir ajoyib qilib yangi maktablarni bitirib, mana shu yerda o'zingizni davom ettirib, yuzlar bilan yuzlashib, hojatlar bo'lib yurishligingizni Allohdan so'rab qolaman. Oilangizga tinchlik, osoyishtalik, xotirjamlik, bolalaringizni o'qish ishlarida barkamollik tilayman. Hammalaringiz sog' bo'linglar. Minnatdormiz hammalaringdan. Mana shu maktabimizni gullating, yashnating Alisherjon. Rahmat. Men sog' bo'ling. Rahmat. Shunday bir haligi sizlarni mana shunday ikki og'iz aytgan shirin so'zlar bizga borib juda ham katta ruhlanish beradi-da. Men ichimdan 5 yillik istiqbolli rejani belgilavdim kelganimda. Kecha mana qoramni tozalayotganda o'sha chiqaryapmiz endi. Shu olib turib shu haligini ochib men aytdim 5 yilning ichida mana shu yerda shunaqangi remontga tushiramiz deb reja qiluvdik. Shu amalga oshyapti. Keyingi 5 yillik mana istiqbolli rejani ham belgilayapmiz, xudo xolasa. Bunda ham katta bir yangiliklar, natijalar turibdi. Men xudo xolasa tinchlik, sog'lik bo'lsa, shukrlarni hammamizga nasib qilsin ko'rish. Mana shu dargohni yangi o'quv yiliga yangicha ko'rinishda ochilishiga ham men sizlarni taklif qilib qolaman hozirdan. Mana shu ustozimiz domla o'zlarini bir tashabbuslar bilan yig'ilib, shu yerda bir yangi ko'rinishda ham bir tashrif buyursalaringiz, juda ham xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum. Keling. Qayerdan kelyapsizlar? Qani. Namangan Gul shahridan. Ha, Perivaldan o'tib kelyapsizmi? Rahmat, yaxshimisiz, yaxshimisiz. Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Siz yaxshimisizlar? Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Rahmat. Allohga shukr. Rahmat. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Kecha borib